Muhammad akaning obyektlari Kingsman Malikada joylashgan obyektimiz. Hasan aka. Assalomu alaykum. Ketishga tayyorgarlikmi? Ha, bo'ldi. Sayqallaga bitta like bosib qo'yasizlar. Zanchi o'rganib qoldingiz sayqal chiqarishlarni. Hazilda. Voy, mana bu polkalarni. Biz endi polkalarni o'rtoqlar 1 sm ichiga tiqib qilishga o'tdik. Mabodo zakaz pozitsiyaga bo'ladigan bo'lsa, oldindan aytib qo'yinglar. Pozitsiya qilib bergandim. Atak biz standartni 1 sm kirgizishga tiqdik. Aytgancha bu ichni profilga qo'yildi-ku. Ko'pchilik ko'rmaydi endi. Keyin post qilib yoritib beramiz inshaalloh. Like bosib qo'yasizlar. Muhammad aka Kingsman obyektlar. Tege üstü 12 ta, 13 ta bo'lib zapasini bitti. Lekin idealni bo'lib chiqsa ham ko'rsatgan. Bo'lmasam ketdi. Mana qarab. Mana shogirdga tarbiya jarayoni. Ideal chiqmasa nima bo'ladi? Ideal chiqmasa bo'lmaydi. Usta bo'lish kerak, o'rganish kerak. Gay. Ustani aytganini qilish kerak. Qilganini qilish kerak. Ha, doda. Qo'ymiz. Shunaqa gaplar ketyapti mana. Baraka topilibdi, like bosib qo'yasizlar Hasan akaga.